Tak qishloq mas boshlamaydir. Mana bu chetini qilib bo'lsam, mani boshim bilan chiqarum, tayyorsa ham bo'radi. Saniki tayyor bo'ldimi? Vau, qishloq ham rostdan ham sansan-u. Tak kompot, mani chiqarum sanikidan 100% yaxshiroq bo'ladi, ishonur. Buni esa endi obunachilarimiz hal qilishadi. Hammaga salom do'stlar. Men ismim Kompot, bizlar bilan bugun qishloqi. Hammaga salom do'stlar. Bizga sizlarning yordaminglar kerak. Da bolalar qishloqi to'g'ri aytyapti. Bugun biz qishlog'i bilan ikkita chuqur qurdik. Kompot chuquriga qarshi, qishloqini chuquri. Biz hal qila olmayapmiz kimniki yaxshiroqligini. Har bitta chuqur ichida har xil ispitaniyalar bor. Mana shu ispitaniyalarni o'tib biz hal qilishimiz kerak. Kimni chuquri yaxshiroq, chiroyliroq, juda ham zo'r qurilgan. Sizlar esa bolalar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Biz esa kettu boshlaymiz. Tak qishloqi kamera videoga otdi, bo'ldi boshlayversa ham bo'radi. Ha ha, ura, endi men ham Kompotga o'xshab Minecrafterman. Salom do'stlar, men qishloqiman. Qishloqi san ehtiyot bo'ling, kamerani tushiravermang, xo'pmi? Qimmat turadi bu. Mayli, xo'p. Xo'p, bolalar, meni qishloqi birinchi bo'lib meni chuqurimga o'tadigan bo'ldi. Dadan bolalar, hozir biz sizlar bilan birga Kompot chuqurini o'tamiz. Keyin esa Kompot markini o'tadi. Dada bolalar, qishloqi to'g'ri aytyapti. Mayli, qishloqi san tayyormisan chuqur o'tgani? Da Kompot, men tayyorman, unda men ketdim sakriyman. Hoppa! Oh, mana chiroyli ekanday bor qaranglar. Hop, bo'ldi, pastga tushib oldik. Tak endi bo'ldi. Hop, eshikni ochamiz. Qanicha, oy, tushunmadim, nima bu? Nimaga hamma yog'im shirin bo'lib ketyapti? Voy, to'xtanglar. Voy, mana bunda Kompot bor ekan-u. Voy, endi hamma yog'im shirin bo'lib ketdi. Hop, mayli, men hayvonda paydo bo'lib qoldim. Hop, qanicha, bo'ldi. Menimcha tushundim nima qilish kerak. Mana shu xonani remont qilishim kerak, to'g'rimi? Kompot qanaqa qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilamiz. Kelinglar, kerakli narsalarni olamiz. Tak, mana bu kompyuterni olamiz. Qaranglar, kravat, qizil kravat, golboy stul. Hop, yana mana bu qaranglar, kompyuterning anaqasi bor ekan, bu ham qizil ekan. Hop, mana bu shkaf, bu tumbuchkami, tushunmadim nima bu. Hop, mayli, kelinglar, mana bu birinchi bo'lib unda stullarni qo'yib chiqamiz. Bu yoqqa monitorlarni qo'yamiz. Hop, chetiga ikkita monitor qo'yamiz. Bolalar, qaranglar, kompyuter uchun juda ham cho'tka xona bo'ladi. Voy, bolalar, mana bu rozviy ekan-u. Mayli, xo'p, qishlamaqa menda qizilga o'xshab ketadi-yu. Mana bu kamera qo'yamiz. Bu yoqqa esa stulni qo'yamiz. Golboy, cho'tka bo'ldi, qaranglar, video olish uchun. Hop, endi esa bunaqa katta shkafga kelinglar, mana bu yoqqa qo'yamiz. Hop, tak, mana olib tashlaylik, ham yoqmayapti boru. Hop, kelinglar, davom ettiramiz. Sandiqni bu yoqqa qo'yib qo'yib, hop, qanicha mana bu yerga borib, mana yana har xil narsalar bor. Mana bu yerga qizil kravat qo'yamiz. Bu yoqqa esa bunaqa tumbuchka qo'yamiz. Ustiga esa notebook qo'yamiz. Ну все bo'ldi, ura, eshik ham ochildi. Men quroldim uyni. Hop, qanicha endi men qayerda paydo bo'lib qoldim? Qanaqadir uyda paydo bo'lib qoldim. Qaranglar, qanaqadir xona. Bu yerda hamma remontlar tayyor. Nima qilish kerak? Menimcha men qanaqadir yashirin o'tadigan joy topishim kerak deb bor. Kompot yaxshi ko'radi bunaqa narsalarni. Kelinglar, mana shu polni qidirib ko'ramiz. Balki polda bordir. Qanicha, bu yerda yo'q ekan. Bolalar, qaranglar. Qayerda bo'lishi mumkin unda? Kelinglar, buni otib yuboramiz unda. Kelinglar, hamma yoqni qaraymiz. Lekin mana kitoblik polka sal ko'zimga g'alatiroq ko'ryapti deb bor. Hamma narsani ajralib turib. Kelinglar, buni bosib ko'ramiz qanicha. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Men buni bunaqa bo'lishini ko'rasizlar, bolam o'tadigan joyi topdi. Mayli, kelinglar, buni yopib qo'yamiz. Hech kim orqamdan kelmasin tag'in. Hop, qanicha eshikni ochamiz. Voy, yo'q, bolalar, mana bu yerda savollar bor ekan, men qanaqa bularga javob beraman endi. Mayli, kelinglar, harakat qilib ko'ramiz qanicha. Hop, Kompot kanal qachon ochilgan? Hop, 26-oktyabr 2013-yil, 15-oktyabr 2016-yil, 31-oktyabr 2013-yil. Hop, menimcha boru, men adashmasam 2013-yil 26-oktyabr. Dedam bolalar topdi bura. Hop, qanicha bu yoqda endi. Hop, qanaqa uyda Kompot yashaydi? Mana bu yerda kuznica bor ekan, огород. Nima qanaqa narsalar Kompot kuznicada yashaydi? Men bilaman buni. Ura, topdim. Qanicha bu yoqda nima endi? Kompot rostagasi bu yoqda nima? Pavel, Roman, Stepan. Menimcha Roman bolalar, adashmasam shu bo'lish kerak. Da bolalar, ura, men topdim. Kompot nima qolsam bu yoqda? Nima Kompot deysan, gapirmayapsan? Bolalar, bu menimcha qo'g'irchoq, qaranglar, menga ham bu
manimcha, ko'ryapsizlarmi? Men sezmayman hamda boshida qaranglar. Mayli, men nima qilishim kerak? Mana bu yerda qaranglar, har xil naushniklar bor ekan. Nima qilyapti bular endi? Nima qilishim kerak men bularni? Hop, kelinglar, mayli bularni olamiz. Menimcha nimadir qilishim kerak. Demon bilan boru, kelinglar bularni olamiz. Aha. Hop, to'xtanglar bolalar. Menimcha kompotni kiydirishim kerak. Qaranglar, kompotda naushnik yo'q ekan. Kelinglar unda kiydiramiz shuni. Hop, ko'rasizlarmi, naushnik yo'q ekan kompotda. Boshqa qilib sekin kiydiramiz. Opa, ana bo'ldi, kiydirdim, lekin eshik ochilmadi. Bolalar qaranglar, bu yashil naushnik ekan, o'chida yashil. Kompotda adashmasam qizil edi. Kelinglar buni yechib olamiz edi. Endi buni yo'q, bu ham bo'lmaydi, bu sarish. Buni ham olib tashlaymiz, bu bo'lmaydi. Tak, kelinglar endi. Bolalar, bo'ldi, qaranglar, mana qizil naushnik kompotga mos ko'ryapsizlarmi? Ana eshik ham ochilibdi, endi ketdi keyingisiga. Ana bo'ldi, zo'rg'a topib oldim boru. Mana bu naushniklar menga o'zi kerak emas, bularni mana bu joyiga qo'yib qo'yamiz. Tak, ana bo'ldi, qanichi. Kompot sen rost ekansiz, da qishloq, bu safar men endi rost ekansiz kompotman. Namchi qolib ketding, men ham kutib qolib ketdim-ku. Kompot ancha narsalar qiyin ekan-da endi shartlari. Hop, mayli qishloq, endi bilasanmi, sen hozir nima qilishing kerak? Sen mana ikkita uydan 5 ta farq topishing kerak. Mayli, hop, kompot harakat qilib ko'raman. Qanicha, men robotda mashinalar bilan belgilashim kerak, to'g'rimi? Dada qishlog'i to'g'ri o'ylading, mashinalar bilan belgilashing kerak. Hop, mayli, unda boshlaymiz. Tak, hozir men unda boshlayman. Birinchi farqni topamiz unda. Hop, tak, kelinglar, bundoq qarab olamiz deb. Hop, mana birinchi farq topdim. Qaranglar, mana bu yerda bunaqa katta ikki bo'linmagan. Bu yoqda esa ikki bo'lingan. Birinchisini topdim. Hop, endi esa mana bu yerda pechka, lava, qanish bu yoqda nima ekan? Bu yoqda ham pechka. Mana bu yoqda suv turgan ekan. Anta lava edi, ikkinchisini ham topdim. Hop, endi kelinglar, uyga kiramiz. Mana bu yerda qaranglar, savro versak ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Oddiy o'zi korishniy bo'ladi. Mana men 3-chi farqni ham topdim. Hop, mana bo'ldi. Qanish bu yoqda nima ekan? Notebook, fakel, chaqam, qanish. Mana bu sandiqda ham har xil narsalar bor. Qanicha ketdi endi yo'lga nimalar bor ekan. Tak. Bolalar qaranglar, notebookni to'g'ri turibdi. Oynaga qarab, kompot kravatga qarab turish kerak. 4-chi farqni ham topdim. Hop, qanicha mana bu yerda bunaqa narsalar. Menimcha kompotda mana bunaqa shapka yo'q edi. Nada, anta yo'q edi. 5-chi farqni ham topdim. Qanicha eshik ochilganmikan? Hop, kompot men topdim. Xayr, oson bo'ldi. Mayli, hazillashdim, oson emas edi. Hop, endi nima qilish kerak qanicha? Kompot qaynat. Nima, men qanaqa kompot qaynataman? Qiyin shakar. Yoki menimcha unaqa qiyin bo'lmasa kerak. Bolalar, kelinglar, mana klubnika olamiz, suv, shakar. Hop, kelinglar, bularni olamiz deb qila olaman degan umiddaman. Hop, qanicha, mana bu yerda qaynatishim kerak. To'g'ri, mana bu suvni ichib olamiz, kelinglar. Ana bo'ldi. Kelinglar, mana bu yerga mana shu klubnika solamiz, shakar solamiz. Bo'ldi, endi kutamiz qanchada tayyor bo'lar ekan bu. Hop, qanicha, bolalar, o'sha mana kompot ham tayyor bo'ldi. Hop, kelinglar, endi buni bitta ichib ko'ramizmi, nima deysizlar? Qarang. Voy, juda ham zo'r ekan, demoro, lekin ozgina shakarni ko'p qo'shaverman. Mayli, hop, hech nima qilmaydi. Hop, qanicha, mana o'sha eshik ham ochilibdi. Hop, endi men qayerga keldim? Mana bu yerda katta qanaqadir narsa turgan ekan yerda. Bolalar, men menimcha tushundim. Ana kompot skinni orqasida bilasizlar, mana bunaqa bitta chelak kompot turadi-yu. O'shani qurishim kerak. Bo'ldi, tushundim. Mana bu yerda albatta qizil bo'ladi, kompot qizil rangda bo'ladi-yu. Ana bo'ldi, tayyor. Endi esa mana bu chelakni rangini qilishim kerak. Kelinglar, harakat qilib ko'ramiz. Mana bunaqa oq qilamiz mana bu yerga. Hop, qanicha, eshik ochildimi? Yo'q, ochilmabdi. Nimadir noto'g'ri qildim demayman. Kelinglar, boshqatda. Hop, qanicha, kelinglar. Mamatga tak nima qilsam bo'lar ekan? Mamatga bunaqa seriya qilamiz. Hop, bu yoqga mana bunaqa seriya, endi och seriya. Hop, bu yoqga mana bunaqa oq qilamiz. Qanicha, eshik ochilganmikan? Yo'q, ochilmadi. Yoki to'xtanglar, bolalar, aytgancha kompot skinida mana bunaqa kompot oqib turadi-yu chelakda. Nada, men o'shanaqa oqayotgan narsalarni qilmadim. Kelinglar, endi buni ham bundoq qilamiz. Yana kelinglar, mana Mamatga qilib ko'ramiz. Endi ochilgan bo'lishi kerak. Bolalar, eshik ochildi. Hop, qanicha, endi ketdim aka bolalar. Mana kerak emas narsalarni qo'yib qo'yamiz-da. Bo'ldi, endi ketdik keyingi ispitaniyaga. Yoki to'xtanglar. Bolalar, men prizga keldim. Vau, kompotda lekin juda ham zo'r prizlar bor ekan-da. Menda prizlar bunaqa zo'r emas edi. Menimcha prizlar bo'yicha kompot yutdi. Qaranglar, mana bunaqa 4 klubnikalar bor ekan. Priz bo'yicha menimcha kompot yutdi. Mayli, hop, bunda kelinglar, hamma narsalarni o'zimizga olib olamiz.
Ну что, qishlog'i, bo'ldi, kamerani menga ber. Qale, mana chuqurim senga yoqdimi? Da, Kompot, san chuquring judayam zo'r ekan, lekin meniki ham yomon emas. Da, bo'ldi, xo'p, endi hozir men senikini o'tib ko'raman. Ну что, bolalar, sizlar tayyormisizlar? Qishlog'i, sen-chi tayyormisan yutqazishga? Ha, ko'ramiz Kompot kim yutqazar ekan. Mayli, men unda ketdim. Oppa, qanichi? Tak Mamutga tushamiz. Hop, eshikni ochib ko'ramiz endi nima ekan. Tushunmadim, bo'ldi, Mamut nima u? Qaranglar. Mamutni qaranglar, qishloqlarning burni qanaqadir qiyshiq ekan. Ha, menimcha tushundim. Men qishloqlarning burnini to'g'rilab chiqishim kerakmi? Dada, kelinglar, to'g'rilab chiqamiz. Keyin esa eshik ochiladi menimcha. Tak, kelinglar, mana shunaqa to'g'rilab chiqamiz-da. Aha, ana bo'ldi, tayyor. Eshik ochilganmikan? Da, bo'ldi, eshik ochildi, ura. Hop, qancha bo'ldi? Tushunmadim, men zombimi? Nima bu? Kim bu? Tuzat mani. Men unaqa qo'rqitmagan. Bo'ldi, men unda hozir seni tuzataman. Hop, bola, men uni tuzatish kerak ekan. Uni men turib yeb qo'yish mumkin bu zombi. Mana kelinglar, unda bunga biz dori yaratamiz zombidan qarshi. Hop, qanicha Mamutda mana har xil narsalar bor ekan. Men uchun qiyin bo'lmasa kerak, bolalar. Yoki nimasi qiyin bo'lmaydi, va qiyin bo'ladi-yu. Hop, kelinglar, bundan bitta Mamutga qo'yamiz, suv yig'amiz. Hop, suvni mana bu yoqqa qo'yamiz. Hop, yana bitta Mamutga bundan buni boru. Hop, to'xtaylar, Mamutga qo'yamiz deb buni bu yoqqa. Ana bo'ldi, reaksiya boshlandi. Hozir nimadir bo'lish kerak. Da, bolalar, mana dori tayyor. Yoki to'xtaylar bolalar, endi esa olma qilamiz hozir. Bo'ldi, olma ham tayyor. Anaqa tilali. Yoki to'xtaylar, bu oddiy dori bo'lib qoldi-yu. Bizga esa mo'shnisi kerak, bizga porox kerak. Qayoqda porox bor? Porox qidirish kerak. Tak, qayoqda bor? Kelinglar, bilan aylanib ko'ramiz. Oppa, Mamutda sandiq. Da, bolalar, Mamutda porox bor ekan. Qishloqni qaranglar, bekitib qo'yganini. Hop, kelinglar, endi poroxni bu yoqqa qo'yamiz-da. Bo'ldi, mana qaynash boshlandi. Tak, davay. Endi esa buni otamiz. Mana qishloqdan olmalarni ham yegim, tilali olma bu. Hop, endi esa kutamiz. Qachon endi bu chalarkin, nima deb o'ylaysizlar? Mana efekt ketgungacha mana shu chalib qolsa kerak. Mayli, hop, kelinglar, endi mana chetga o'tib olamiz-da. Bu yoq ham pardan orqasiga mana shu yerda kutib turamiz, ko'ramiz qachon chalarkin endi bu. Men qayoqdaman? Nima qishloq, to'xta. Men seni tuzatdim hozirgina, yaxshimisan? Men akamni qutqar, iltimos. Nima, qanaqa akani gapiryapsan? Men bitta dona seni ko'rdim, bu yoqda hech kim yo'q lekin. Anta akam zombilar bilan urushmoqdalar, iltimos qarashlar, zombilarni o'ldirishga. Bo'ldi, hop, hozir men unda qarashib boraman akangga. Sen shu yoqda yotgan, hopmi? Hop, bo'ldi, xavotir olma. Men anta seni ukangni qutqardim. Hozir esa men zombilardan seni qutqaraman. O'y, ehtiyot bo'lish kerak ekan, bular yomon tilyapti-yu. Hop, nu что, bolalar, kelinglar, men zombilar bilan endi urush qilamiz. Tak, kelinglar, olmani yeb olamiz. Mamutda men kuchli kiyimni olib olamiz-da. Tak, kelinglar, endi esa men zombilar bilan urush boshlaymiz. Davay, bu yoqqa kelinglar, zombilar. Masalan, hammani o'ldirib tashlayman. Davay. Bor yo'q, nima qilsan? Kirma bu yoqqa. Mamutda qishloq turibdi, kirmalaring bu yoqqa. Bolalar, qaranglar, men Mamutga kirayotganda. Tak, bu yoqqa kelinglar, davay, men hammani o'ldirib tashlayman. Tak, davay. Sallan, qo'llaringdan hech nima kelmaydi. Hop, ozgina qoldi. Davay. Oppa, ana bo'ldi, tayyor. Bolalar, juda ham qiyin bo'ldi lekin. Mayli, hammasini yutdim. Endi esa kelinglar, burchak orqali eshikni ochamiz. Nima qishloqni nimaga sen yig'layapsan? Kompot, men shu zombilardan qochayotganimni bilmasam, hamma izmurtlarimni yo'qotib qo'yaman. Nima, izmurtlarimni yo'qotib qo'ydim degan? Mayli, xo'p, men uni topishga qarashyapman. Sen oxirgi marta qayoqda ko'rding izmurtlaringni? Bilmasam, Kompot, men shu zombilardan qochayotganimda qatador chiqib qo'ygandi. Mayli, xo'p, kelinglar, men chuqurdan, men quduqdan boshlaymiz. Har doim quduqga mudir chiqib ketadi. Yo'q, qaranglar, antirmidir bor ekan. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Kelinglar, shuni ochamiz. Mana bu yerda ikkita izmurut bor ekan. Hop, kelinglar, endi ketdi tepaga. Hop, ana bo'ldi, ikkitani topdim. Mana bu yerda to'xtaylar, nima bu? Qaranglar, nimadir qasib qo'yilganga o'xshaydi. Kelinglar, buni olib ko'ramiz. Mana bu yerda esa yana bitta izmurut bor ekan. Hop, mayli, kelinglar, endi agorotlarni ham qidirib ko'ramiz. Agorotda har doim nimadir tushib qoladi. Hop, mana bu yerda qaranglar, yana nimadir bordek. qanichi. Oppa, mana bu yerda yana bitta izmurut bor ekan. Menda 4 ta bo'ldi. Hop, endi kelinglar, qishloqni uydan qidirib ko'ramiz. Uyda ham bo'lib qolishi mumkin. Hop, bu yoqda hech nima yo'q, bu yoqda ham yo'q. Unitasi orqasidachi. Bu yoqda 3 ta izmurut bor ekan. Qaranglar, 3 ta bor ekan. Hop, ana bo'ldi. Qanichi mamutlarda yo'q. Menimcha 7 ta bo'lsa kerak. To'g'rimi, bolalar izmurut boshqa yo'q. Menimcha bu yoqda. Hop, mayli, qishloqqa senda 7 ta midi qanichi? Da, bolalar, qaranglar, bunda 7 ta izmurut ekan. Bo'ldi, buni bera olamiz. Rahmat, sen katta bu izmurtlarimni topib berganingga. Bo'ldi, hop, artmaydi, qishloq men unda ketdim. Hop, kelinglar, endi bu yoqqa tushmadim, nima qilishim kerak? Men
man bu yoqda. Hop qanichi. O bolalar qaranglar, mana bu yerda jo'ja bor ekan. Hop mayli bu yoqda nimadirlar bor ekanda. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Bu yoqda nima? Bo'ldi. Manimcha tushundim. Mana sedan orqali men buni olib kelib olishim kerak. Mayli, hop bu yoqqa jo'ja, bu yoqqa. Men senga oxirigacha kelsam bilasam, ovqat beraman mana shu qo'limda turgan sedanani. Может bitta, может ikkita mayli ko'ramiz. Hop mayli, mana bu yoqqa kelgin. Davay, mana bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Hop davay. Oppa, ana bo'ldi. Men knopkani bosdim. Mana senga sedanama. Ol. Mana yana ozgina berib qo'yaman. Maza qilib yegin. Hop mayli, eshik ochildi. Endi ketdi keyingisiga. Hop endi bu yoqda nima qilishim kerak? Vo, mana bu yerda qaranglar, juda ham ko'p izumrud bor ekan, har xillari. Hop nima qilishim kerak men qanichi? Original izumrud, fake izumrud. Men tushundim. Original bilan fake ajratishim kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, men tushundim. Hop bunda men original izumrudlarni olaman-da, kelinglar olamiz. Tak, hammasini olamiz. Mana yana mana. Bularni esa mana bu yerga jo'natib yuboramiz. Endi keraklarni nima qilamiz tezroq bo'lishi uchun. Tak, davay tezroq. Ana bo'ldi, ketdi. Hop aytgancha, bu yerda bunaqa izumrudli bloklar ham bor ekan. Bularni ham anaqa qilib yuboramiz. Davay borlari antga. Bo'ldi, tayyor. Endi esa ham qanaqadir g'alati fakelarni olamiz. Mana bu yerga jo'natib yuboramiz. Keyin eshik ochilishi kerak. Tak, endi esa bor qo'llar. Tak, davay. Bu bizga уже kerak emas. Hop ana bo'ldi, eshik ham ochildi. Hop qanicha. Bo'ldi, qaranglar, mana qishloqning burnini uzunligini. Voy. Qishlog'i malades, lekin qaranglar qanaqa bularni qurgan, respekt. Испытаниялari juda ham zo'r ekan. Menimcha dash manikidan ham yaxshiroq edi. Mayli, hop kelinglar mana bu yerga. Ehtiyot bo'lib shu yerdan o'tib olamiz, lekin juda ham ajoyib ekan deb o'rmachmaydi mos. Hop mayli, keling mana bu yerga. Oppa, ana bo'ldi, ura o'tdim. Bolalar qaranglar, men o'sha prizga keldim menimcha. Hop kelinglar, sandiq ochib ko'ramiz. Meniki yaxshiroq bo'lsa kerak, men harakat qildim-ku. Bolalar meniki yaxshiroq ekan. Lekin qaranglar, mana bu yerda izumrud juda ham ko'p ekan. Menda vosh izumrud yo'q edi menimcha, qo'ymagandim. Lekin yana eski narsalar ham ko'p ekan, bolalar qaranglar. Mayli, hop eski narsalarni ham aybi yo'q. Kelinglar, narsalarni olamiz unda. Do'stlar, kompot chuqurim yaxshi ekan. Bu prizlarim senga yoqdimi? Chuquring, lekin qishlog'i juda ham zo'r ekan. O'tgan испытанияларым vosh gap yo'q lekin. Lekin prizlar bo'yicha meniki yaxshiroq edi baribir. Kompot prizlar seniki yaxshi edi lekin. Endi esa obunachilarimiz ham hal qilishadi. Sizlarga ko'proq qaysi yami yoqdi? Menikimi yoki mana qishlog'inikimi? Prizlar bo'yicha lekin baribir meniki. Yo'q, kompot chuqur bo'yicha meniki, lekin prizlar seniki. Do'stlar bolalar, agar bugun videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.